Shofyorsiz avtobus. Zinalar to'ladimi qarang. Ketdik. Tasavvur qilyapsizlarmi? Xitoyliklar nimalar qilyapti? Avtobus, mini avtobus. Shofyor yo'q. Qarang. Eng qizig'ini oxirida aytaman. Qarang, shofyor yo'q. Hech baho yo'q. Mashinani Amerikada, Xitoyda ba'zi bir blogerlarda obzor qilgan ko'rganman, lekin bunaqa avtobusni obzor qilgan ko'rmaganman. Nima deysiz endi? Agar remen taqmasangiz yurmaydi birinchidan. Remen taqmasa yurmaydi. Remen taqmasangiz ostingizga boshlaydi. Remen taqamiz. Ungacha gapirib turasiz. Aka, bu 10 ta davlatda test rejimda ishlab turibdi. Hozir 30 ta eng katta shaharda test rejimda 1,5-2 yildan keyin to'liq ishga tushadi. Butun dunyoda ishlashni boshlaydi. Xohlagan davlatda uchratsa bo'ladi, lekin hozircha faqat Xitoyda bu narsa. Bu avtobus narxi necha pul deb o'ylaysiz? Eng qizig'i xalq uchun mutlaqo bepul ekan. Tasavvur qilyapsizmi?